Grönland arada gerçek kölemi 2 milyon 160 bin kvadrat kilometrdan aşıdığan Germaniya, Fransiya, İspaniyalardan çoğun boğan dünyadaki en çoğun aral bosmu, lekin bu aralda daimi turuşluk nüfus aran 56 bin. Amerika mışında cimciyet en bebayan qarmuzdan kaplanğan jağa neçe 10 yıldan buyan neme üçün izchil ko'z tikib turdi. Bugun biz mushu temada o'rtaqlashib baqayli. Aldı bilan bu aralning jug'rafiyalik o'rnini qaraydigan bo'lsak, Grönland arali Atlantik okean bilan Shimoliy Muz okeani orasida joylashgan bo'lib, Shimoliy suv yo'lining bo'g'zini saqlab turdi. Yer shari klimatning ilishiga ergishib, Shimoliy qutbga dengiz muzi tez suratda erib, G'arbiy shimol suv yo'li va Shimoliy suv yo'lining qatnash ko'zligi bag'ansiz uzrab ketdi. Bu Osiyodan Yevropaga boradigan yuk paraxotning 40% ga yaqin musofirni tejab qoladiganligini derak berdi. Shunga qaysi davlat Grönland arali atrofidagi havo bo'shlig'i, dengiz davaligi va kuzash nuqtasini kontrol qilsa, shu davlat kelgusida yer shari suv transporti va harbiy ishlarda ustunlik ega bo'lalaydi. Hamda boylik kuchiga qaraydigan bo'lsak, Grönland arali garchi yil bo'yi qor muz bilan qoplanib tursa, lekin oraldagi muz qatlamasida yer shari bo'yicha texnik echilmagan eng mo'l kon mahsulotlari yoshirilgan. Ya'ni serak yer elementlarining zapas miqdori butun yer shari zapas miqdorining 15% ni ko'pragini egallaydi. Bundan boshqa yana zo'r miqdordagi neft, ko'mir, siniq qo'g'ishin, hatto yoshirin neft va tabiiy gazlar bor bo'lib, bu boyliqlar har bir davlat uchun intayin muhim. Bo'lib Amerika uchun aytgan chog'da bu oraldagi boyliqlar uning uchun kam bo'lmaydi. Chunki Amerika serak yer elementining 90% ning ko'pragini import qilgan bo'lib, Grönland oraldagi ionliq adrosopia tipidagi serak yer rudasi dal shu o'zak boshqarilgan bomba, yasash sistemasi, elektrik avtomobil, elektrik mashin yasashning ochiqishliq xam ashyasi. Shunga Grönland oraliga ega bo'lish hozir Amerika tushudimi, amalga oshirishni o'ylaydigan ish bo'lib qolgan. Bexatarlik qatlamida deb aytgan chog'da Grönland orali Amerika zamindan 2500 kilometr yiroqda bo'lib, Los Angelesdan Nyu-Yorkka berish yo'ldan yaqin. Uning ustiga bu yerda Amerika armiyasi bor bo'lib, har qaysi havo armiya bazalari yil bo'yi bu yerda mudofaada turdi. Havo armiya bazasi Shimoliy Amerika havo mudofaa qo'mondonlik shtabining eng shimoldagi oldin signal berish qarovuli bo'lib, Xitoylara uchirgan boshqarilgan bomba orbitasi va olam bo'shlig'iga nishonlarni nazorat qilishga mas'ul bo'lgandan boshqa, yana yaqin yillardan buyon Rossiyaning Shimoliy qutbiga harbiy manevr qitim soni hasilab oshgan. Yana nurg'un davlatlarning ilmiy tekshirish paraxturma ko'p qitim Grönlandiya dengiz tavalliga kirib mashg'ulot qilgan. Shu Amerika nisbatan aytgan chog'da bu yer uning qo'g'dash doirasi bo'lib qolmay, balki birinchi kontrol qilish tegishli joy bo'lib qoldi. Uning ustiga tarixdan buyon Amerikaning Grönland oraliga erish qarniyati birdan paydo bo'lgan emas. Ya'ni 1867-yilda Amerika Daniya bilan orolni setilish to'g'risida suhbatlashgan bo'lsa-mu, lekin muvaffaqiyat qozonmagan. 1946-yilda Truman hukumati 100 million Amerika dollari qiymatidagi oltin va sigandan qisman neftlarni qizish huquqi orqali Daniya bilan Grönland oraliga almashtirishni o'tirib qo'ygan. Lekin o'xshashlar Daniyaning rad qilishga uchragan. Garchi 1979-yildan boshlab Grönland oralida ichki avtonomiya yo'li qo'yilib, 2009-yilda o'z oldiga adliya, soqchi ishlari va tabiiy boyliqlarni boshqarish huquqi erishgan bo'lsa-mu, lekin diplomatiya va davlat mudofaasi yana ham Daniyaga tava. 2019-yilga kelgan chog'da Trump bu orolni setib olishni sinaq tariqasida o'tirib qo'ygan. Natijada Daniya yana bir qitim rad qilgan. Hatto Grönland avtonomiya hukumatimi buning qarshi turgan. Ammo Amerika taraf setib olish faqat yuzakiga orolni haqiqiy egallash harakat burundan boshlanib bo'ldi degan. Ya'ni Amerika mablag' solgan kon korxonalari charlash ijozatini asta-asta qaytadan boshlagan. NASA shirkati yil bo'yi Grönland muz qopqini ishlatib, klimat model tanqish qilyotdi. 5 burjaylik bino bultur, ya'ni 2025-yilda yangidan 300 million dollar ko'paytib, Tuli bazasining radari va sun'iy hamroh zanjirini ilg'orlashtirgan. Buning hammasi Grönland orolining o'rni va qimmat bilan zish munosabatlik. Diktatida aytgan chog'da Amerikaning ko'z tikayotgani Grönlandning hozir holat emas, balki barbara eriyotgan muz qoplamasi ostidagi yangi boyliqlar. Gerçi bu oralda sustak bo'lmasa-mu, lekin havo yo'li o'ziga boshqarilgan bombadan oldin signal berish va keyingi 100 yillik strategik tayinish nuqtasi bor. Bundaqda bu qitim qitimiz mishada oxirlashdi. Yoqtirgan bo'lsangiz bir tal yurak berib meni qetib oling. Texnik yaxshi bo'lgan mazmunlarni sizlarga davomli yo'llab